30 yilga yaqin shu chorvachilik sohasida faoliyat olib boraman. Shu faoliyatim davomida hech kuzatilmagan voqea yuz berdi. Hozir Toshkentdan Abdurazzoq degan ukamiz bir rolik tashlab beryapti. 12 kun oldin qo'chqorcha tug'ib bergan qo'yim deyapti. Va bugun abeddan keyin to'lg'oq tutib, yana bitta qo'chqor, bitta so'liq tug'ib beryapti deydi. Men bu voqeaga hayron qoldim. Menda hech kuzatilmagan. Kimda shunaqa voqea kuzatilgan? Kommentariyaga yozib o'tinglar. Mashalloh. Videoni ko'rib o'zlaring baho berasizlar. Qoyil qolish kerak. Video. Onu 12 kun oldin tug'gan, bugun ikkita tug'di. Mana o'zi. Nima ekan lan? Qo'shqor. 12 kun oldimi yo 2 haftami? 12 kun bo'ldi. 12 kun bo'ldi. Maminga. Qo'shqor ekan. Ikkita qiz tug'gan. Bejan o'zi yelini ham katta ekan. Yo'q, olaymi?